sizlarga. Bu videoni plan qilmagan edim. Xullas, xonam bilan Malmoga keldim. Malmoda bu narsa ko'rsam boshqasam olib o'taman, keyin Damarga o'tamiz inshaalloh. Bugun Malmodamiz, ertaga Damarga ketamiz va uni ertasiga qaytib yana Malmoda bo'lamiz inshaalloh. Shuni sizlarga olib o'taman. Mana men uje kelib oldim. Hali joylashmadim. Hozir kelib o'tirdim. Chiroyli hotelcha berib qo'ydi. Menga shuncha katta joy. Oy. Mana bo'lmasam. Mana anaqa bo'lar ekan. Ertaga frukost. Inshaalloh. O'cha, qaranglar chiroyli qilib qo'ygan ekan hotelni. Good big old Swedish, maybe it would make it stuffy, maybe not so fancy, but I need to like it. Qasr ekan shu. Fabrikaga o'xshaydi-yu. Bu binoning oti Turning Torso. Bu Shvetsiyadagi, adashmasam, 2-o'rinda baland bino. Bu 2005-yil bitirilgan va aylanganligi uchun taniqli. Orqada ko'rinayotgan ko'prik Danmarkka ulangan. O'shandan birga o'tamiz ertaga inshaalloh. Bu bino 190 metr va 54 etaj. Mana mazza qayerga yurishibdi. Qayerga bizdan ishlar bo'ladi bor. Mazza qilishibdi. Mazzam bularga. Mazza. Anladın mı? What are they doing there? Har här sjunkit tror du, eller? No, they're lifting the boat. Mana orzu qiladigan BMW. Bu esa BYD. Bizda ham yuribdi mana. Kelib qolgan, ko'payib qolgan. Shomag'ancha kamay qoldi. Men hozir sportga qarab ketaman. Bitta planim bor. Ikkita enerji ichimlik oldim. Shunga bittasini kimgadir berib, bir amallar tanish olsam, agar mashinasi bo'lsa, Malmoni aylantirsa zo'r bo'lardi. Ko'ramiz unga erishamanmi yo'qmi. Lekin harakat qilib ko'raman. Kim joylashgan joyi kichkina o'xshatdi, lekin tepasi bor ekan. Xullas shu kirib qasrga o'tirganini ko'rsataman. Ochildi. Kiramiz, bu yopishni kutamiz. Mana ochamiz keyin. Qaramaysan. Ko'ramiz. Degasa bo'lmaydi deb qo'ymagan shu qayerda. Zaratga ovozi bo'lar ekan, agar kerak bo'lsa ko'ramiz. O'shaqa kirolicha. Zo'r joy ekan. Bitta odamlar sport qilyapti. Chiqib ketib ekan. Ha? Yemni bu tarafa. O'rgandan katta ekan. Bench press qilamiz. Bitta bola bilan yordam so'radim. Keyin gaplashib oldim, so'radan ekan, boshqa zo'r gaplashib ketdik. Aylantirish so'rab ko'rdim. Aylantirib ko'rsam, bu yerda ko'radigan narsa o'zi yo'q deydi. Faqat shu shahar o'rtasida dedi. Xullas, mashinamizni yurib, shu yoqqa yurib kelamiz dedi. Shunga gaplar bo'ldi. Yemoqchi bo'ldim, almashtirib turibman, chunki borib chumli olaman inshaalloh. Mana namcha chiqar. Yoki ko'cha shunaqa, yoki kamerasi ishlamayapti. Xullas, kechib ketdi.
kirib chiqqanimgacha shaharni kechasi ko'rsataman. Anaqa ma'lumotlarni ko'rib ham ulgurmadim. Parklarga bordim, boshqa joylarga bordim. Hamma narsani ham videoga ololmadim. Lekin masjidlar bor deyishdi. Odamlardan so'rab ko'rdim. Masjidlari shahardan tashqariroq dedi. Mashina yo avtobus kerak borish kerak dedi. Sal uzoqroq dedi. Hozircha lekin qiziq ko'ryapti, ma'lumot. Qadam yo'qotdi lekin. Baribir endi katta shahar. 300 nechadan mingta odam yashar ekan. Mana keldim qaytib. Voy. Odam charchadi sport qilib. Borib ba'zida qotib qolasa. Namoz o'qish kerak. Kech bo'ldi. Namoz o'qildi, alhamdulillah. Hammasi yaxshi. Yotimiz ventilyator qo'yib olganman, mana ventilyator. Chunki xona sal issiq ekan. Alhamdulillah. Ertaga yangi kun kutyapti. Ko'rishguncha xotiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mana biz g'omiz. Hozirganim yo'q. Abiyat oldim. Cho'l chiqdim, boshqa qildim. Tayyorgarlik ko'rmagina. Kiyim oldim, kiyim almashtirishim kerak. Alhamdulillah. Vaqtozgina qoldi. Mana joylar bo'lgan, joylar turli qo'ydim. O'zi yoqib uxladim, chunki havo qanday issiqlik qildi. Lekin shunday bilan ozgina kiyimdan dazmol olamiz, keyin ketamiz. Mana chiqib bo'ldim. Taxavallarni qilishim kerak. Mikrofon ishlamayapti shunga. Mikrofon zaryadka qilib ko'rdim, boshqa qildim, ishlamayapti shunga hozir. Ko'ramiz nima bo'ladi. Ularni yeb oldim. Ovozim yaxshi chiqmayotgan bo'lsa kerak. Ovozim zo'r bo'ladi. Malmödagi ofisga qarab ketamiz. Keyin Damarga yo'l olamiz. Inshaalloh. Hozir ofisga boramiz, keyin 3 ta mashinada ketamiz. Hozir ustirib ketayotgan ko'prigimizni oti Öresundsbro bo'lib, Shvetsiya bilan Danmarkka bog'lab turadi. 2000-yil bitib 5 yil ketgan buni qurishiga. Bu ko'prikni qurishayotganda 16 ta aktiv bombalar topishgan ekan. Unisiga hayron qoldim. Va bu ko'prik eng qizig'i 8 kilometr ko'prik bo'lib, qolgani suvni tagidan o'tiladi. Общий 16 kilometr. Va bundan nafaqat mashina foydalanadi, bundan poyezdlar ham o'tadi. Tagidan ballonlar ham yuradi, unisi ham bor. Hazil lekin asosiy paraxodlar tagidan ham ustidan ham o'tish uchun qo'yilgan. Mana Danmark ofisidamiz. Mana konfetlar har xil qo'ygan ekan. Chiroyli qilib taxlab qo'ygan ekan uni har xil. Keks boshqa narsalar. Dab qo'ygan ekan. Ham gudishlar qo'ygan. Shu konfet shikolatlarning hammasi o'zimizdan chiqadi. Every year like 50-100 Xullas, shularning har bittasini bitta olsa bo'lar ekan, masalan, kilo. Internetdan zakaz qilinadi, uni ikkita, bundan ikkita, bundan 10 ta. Har xil zakaz qilsa bo'lar ekan o'zi. Mana taxlab sizga jo'nataveradi. Uyga direkt uyga kelar ekan. Har xil konfet. Yara, jag tar tåg. TV Mix, godislar. Bunaqa
Qullidan kattama. Yoki karamel olaylik, salty karamel. Shundan beri qullidan olib qolaman. Jag tog tåget hem, jobbade lite. Man måste väl ändå ha godare kebab i Malmö. Ja, men liksom det är för... Mana mana Tesladagi oldik mana. Endi biz fatal. Vad sa du? 150 kronor för tåg här. Poyezddan tushdik mana. Poyezd ichirisi baland ekan. 3 metrga o'xshar ekan. 2,5 metr bo'lsa kerak bilmadim. Bu bizani Malmödagi do'konchamiz. Klivatda butik deb aytiladi shunchasiga. Bizani mahsulotlar, shikoyatlar, konfetlar sotiladi ichida. Mana chicken mix, goodislar har xil. I already found the boxers for me. Okay. Ayakcha. Cakes. Annars jag googlat det. Yes. Anjamasi Malmödagi kontorni ozgina olib qo'ying. Mana. Kofe joylar boshqa o'zaro katta ekan, mayli, hamma yoqni ko'rsataman. Xullas, shunday gaplar. Skulle inte han följa med oss? Nej, han skulle inte. Va? Han bara nog? Nej, toppen. Va, chaqib, Malmö kontoriga keldim. Jakonasini olamadim, o'zi katta ekan ichi. Ikkita etajli ekan. Tagida shu butik ekan. Shunday gaplar. Olgan narsamni oladim. Hamma narsani ham olsa bo'lmas edi, lekin shunday gaplar. Ko'rishguncha. Perfekt gjort, eller bra gjort ens. Ja. Ja. Sen kan man göra det all way också. Om man vill att folk ska få en helt färdig dator och minst göra någonting. Det går att göra. Men fråga, what the heck händer? Det här är Malmö. Det är till och med djuren inte så rädda. Chach. Parxatga ketyapti. Las shu mana. Mana mana shu buski bo'lib ketgan o'rmon joyda kebab joy topdik. O'rmonda nima deyman? Buski yotibdi. Tepalarda. Har du sagt så att du ska börja? Ja. Varje dag. Jag älskar den. Så vi hinner. Men det var fett billigt här alltså. Eller ska du, orkar du? Om 20-75 kunga tushdi bor. Ma'lum o'zi 70 kron turadi, lekin men 5 kron qo'shdim. Malmöda turgan bitta konton bor edi. U Malmöda ovqatlar juda arzon derdi. Shunga men ishonmas edim. Nima desam, qanaqasiga dedim. Linköpingga bizani turgan joyga kelib, ovqat yeb ko'rganda, sizda ham qimmat degan ovqatlar degan edi. Keyin Stokgolmga ham borganimizda juda qimmat. Masalan, Stokgolmda shukling kebab, shu anaqa kebab
oddiy kebab bunaqa turadi. 120 lar, 110, 130 qatdan olganiga qarab. Bu yerda o'sha joylar bor ekan. Masalan, mana bu 60 kronga olsa bo'lar ekan. 70 kronga sal kattarog'ini berar ekan. Va bizda masalan 85 ga eng arzoni, u ham kichkina bo'ladi. 95 turadi. Kattarog'i. O'shanga keyin falafellar bor ekan bu yerda. 35 kronga deydi. Rosa arzon ekan ovqatlar. Fett vana så här. Hey bro. Var nära folk alltså. De är jättenära. De väntar på... Ja, det För att kommer se ju mat. komma smulor. Han vet. Ja, he knows. He knows. Snart du. De kommer inte så nära. Ja, solen skiner. Vad skönt. Se om mobilen... Riktigt gott. Ja, jag vet inte om de tog rätt pris på mig. Det kändes som att jag skammade dem. De andra vet du. Jo, det var ju rätt. 50 plus 15. De andra. De hade... Jag tänkte säga kidsen, men de är väl Ja. din ålder typ. Va? Nej. Men grejen är, det de beställde var så här pommes. Med så här, du vet, så här fried cheese eller någonting. Tror jag. Och där En kostade... av dem tog ju vitlökssås på. Ja. Där kostade de så här 55 kronor. Vart får du... Alltså, där skulle aldrig kosta 55 hos oss. Polen så hade det här varit helt fel. Behövde starta om vägen en gång till. What? Fattade ingenting.